Bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Bizning YouTube kanalimizdan ham kuzatuvchilarimiz ko'p. YouTube kanalidan ham kuzatishadi. Darslarimizni bilasizlar. Yozib olib, ya'ni efir zapis qilib, keyin biz YouTube kanalimizga qo'yib, keyin sizlarga bo'lishamiz. Bundan maqsadimiz esa albatta o'sha kerak paytda kiromi qolgan hamkorlarimizga kengroq yetkazib berish uchun. Internet muammosi bo'lishi mumkin, vaqt bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta biz harakat qilamiz imkon qadar mana shunaqa darslarimizni yetkazib berishga. Darslarimiz YouTube kanalida teppa-tekin kirib ko'rishinglar mumkin. Bemalol vaqtingizga qarab, albatta o'zi inson xohlasa hamma narsani qidirib topadi. Xo'p, bugungi efirdan maqsad, efir o'tishimni xohlashimdan maqsad nima bo'ldi? Mana har kuni bitta yoki ikkita vaziyatga qarab, imkonga qarab, vaqtimga qarab kichkina chatlarim bo'ladi, efirlarim bo'ladi, har bir komandalar bilan alohida va shu paytda juda ko'p insonlardan savol tushadi. Nima uchun men rekrut qilishim shartmi? Rekrut qilmasam-chi? Rekrut qila olmayapman yoki men yaxshi sotaman, yaxshi tavsiya qilaman mahsulotni, yaxshi bilaman, lekin nimagadir rekrut qila olmayapman degan juda ko'p, ishoninglar, 99% insonlar mana shu rekrut degan joyda rekrut nimaga kerak ekanligini hattoki yaxshi anglashmaydi. Mana bugungi efirdan maqsadim 3-katalogdagi imkoniyatlar va albatta bu katalogda ham umuman biznesda nima uchun rekrut qilish haqida sizlarga o'z fikrlarimni bildirmoqchiman. Savol qoldiringlar degan joyimda savol yozganlar bor va albatta shu savollarga ham javob berib boraman. Agar yana savolinglar bo'lsa yozinglar, lekin men endi chatda o'qiy olmay qolishim mumkin. Amallaymiz, mayli. Dars tugatganimdan keyin sizlarga imkon qadar harakat qilaman o'sha savollaringizga ham javob berishga. Endi 3-katalogda qanaqa imkoniyatlar bor? O'zi umuman bu katalogimizda qanaqa imkoniyatlar bor? Biladiganlar sanaymiz men bilan birgalikda, iloji bo'lsa o'sha chatga yozib o'tinglar. Premium trening chatimiz bor. Kanalni o'ziga ulangan chat bor. O'sha gruppada yozsanglar ham bo'ladi va ketdik. Qani kim yaxshi biladi? Birinchi o'rinda demak har haftada qo'yilgan hafta предложениялari, takliflari bor, to'g'rimi? Birinchi haftada qo'yildi hafta takliflari, ikkinchi haftada qo'yildi va uchinchi haftada esa biz kutgan, biz xohlagan va hattoki biz iltimos qilib kompaniya rahbariyatidan so'ragan imkoniyat berildi. Bu ya'ni hamma uchun 8-martga bahor bayramiga atab biza yaxshi ko'rgan iforlarimizga chuqur chegirma berildi. Mana hozir mana shu imkoniyatdan foydalanishinglarni men sizlarga tavsiya bergan bo'lar edim. Keyingisi esa demak katalogimizda bizda 3 hafta bor va 3 haftada ham hafta takliflari berib boriladi. Bir-biridan qiziqarli, bir-biridan aktual bo'lgan, kerakli bo'lgan biz uchun sifatli mahsulotlarimiz beriladi. Keyingisi esa bizda yurakchalar bor. Yurakchalarimiz har 700 ming so'm xaridga kompaniyadan 100 ta yurakcha olish imkoniyati bor. Va bilasizmi, bu yurakchalarni agar siz ko'proq olishni xohlasangiz, bitta buyurtmangizni o'zida demak ko'proq xarid qilishingiz kerak. Har 700 mingiga 100 tadan yurakcha berib boriladi. Va bu hammani har xil etapiga qarab, masalan, birinchi qadami bo'lishi mumkin, ikkinchi qadam, uchinchi, to'rtinchi qadamiga qarab o'zgarib boraveradi. Yangi kirgan hamkorlarimiz uchun, hali yangi registratsiyadan o'tgan hamkorlarimiz uchun 4 ta qadamidan o'tib bo'lgan hamkorlarimiz esa bemalol qolgan o'sha 100 tadan yurakchani olish imkoniyati bor va u ham har demak 2.800.000 minggacha xarid qilgan hamkorlarimizni birdaniga bitta buyurtmada bo'lsa o'sha 400 ta yurakcha beriladi. Keyingisi esa bu yurakchalarni ham yig'ib, mana yaqinda biz iltimos qildik kompaniya xodimlaridan 3000 ta yurakchani bizga 3000 ta yurakchaga bitta 1 millionlik sertifikatda kompaniya tomonidan taqdim etishdi. Hozir ham bor, adashmasam, men bugun ham ko'rdim. Agar tugamagan bo'lsa, haligacha ham bor edi. 3000 ta yurakchasi yig'ilganlar bemalol xarid uni olib, o'zingizlar 10 ming so'mga undan demak foydalanishinglar mumkin. Endi bilasizlarmi, mana shu yurakchalar bu bizga qo'shimcha imkoniyat va undan tashqari bizda rekruting aksiyamiz bor. Rekruting aksiyamizni demak kim foydalanyapti? Kimki yaxshi rekrut qila olgan insonlar, rekrut qilishdan to'xtamayotgan insonlar, rekrut qilsam o'xshaydimi, o'xshamaydimi deb
o'ziga ikkilanish berayotganlar emas. Manda baribir o'xshaydi, men baribir harakat qilaman. Men albatta bu katalogda sumkani olaman deb harakat qilayotganlarga o'xshaydi. Undan keyin bu katalogda, demak, muborak Ramazon oyimizda, demak, 4 ta rekrut qilgan hamkorlarimiz uchun iPhone lotereyasiga qatnashish imkoniyati berilgan. Demak, 3 ta inson bilan 250 ball to'plab siz sumkani olishingiz mumkin, Luna sumkasini. 4 ta rekrutingiz bo'lsa-chi, demak, siz iPhone lotereyasida qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritasiz va o'sha ro'yxatda bo'lasiz. Ajabmas, inshaalloh iPhone ni yutib olib. Ana undan keyin demak, har katalogda iPhone o'ynaladi va oxirgi itog'isida juda ko'pchilikdan shu savol tushdi menga, qachon umra ziyorati o'ynaladi deb va umra ziyorati qachon lotereyada o'ynaladi? Demak, 4-5 kataloglardan keyin mana shu itogosi bo'lgan paytda o'ynaladi. O'shaning uchun meni sizlarga maslahatim 4-katalogda, 5-katalogda imkoniyatlarni bajarib, demak, rekruting aksiyasini shartlarini 3-4, 5-kataloglarda rekruting aksiyasi shartlarini bajarib, Aerogrillni imkoniyatini qo'lga kiritinglar. Aerogrillni olish uchun esa sizni 3 ta katalog davrida birinchi qatoringizda siz taklif qilgan hamkorlaringiz, mijozlaringiz brend hamkormi farqi yo'q. Siz taklif qilgan yangi insonlar bali 1,5 ming ball bo'lishi kerak va ular 15 ta bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz Aerogrillga qatnashasiz va shu bilan birgalikda Aerogrillni shartini bajargan hamkorlar o'rtasida umra ziyorati o'ynaladi. Umra ziyorati 2 kishilik bilet bo'ladi va siz xohlagan 2 ta insoningizni umra ziyoratiga jo'natish imkoniyatini qo'lga kiritasizlar. Men ko'pchilikdan eshitaman, orzungiz nima deganimda, ota-onalarimni umraga ziyoratiga jo'natish, qaynona-qaynotamni umraga jo'natish deb men juda ko'pchilikdan eshitaman, ishoninglar. Men o'ylayman, bu hamma har bir musulmonni o'zini orzu daftariga yozib qo'ygan orzularidan bittasi va men o'ylaymanki, rekrut qilishingizga arziydi, qiynalishingizga arziydi, siz yo'qlarni eshitishingizga arziydi. Umra ziyoratida omadingizni sinab ko'rishingiz uchun. Bu yerda faqatgina umra ziyorati uchun omadingiz sinalmaydi. Buni orasida siz 3, 4, 5-kataloglar davrida rekruting sovg'asini olasiz, chiqqan cashbacklarni olasiz, yurichalarni olasiz, Aerogrillni shartini bajarasiz va undan keyin iPhone shartida qatnashish imkoniyatingiz bo'ladi. iPhone lotereyasida qatnashish imkoniyatingiz bo'ladi va undan keyin eng oxirgi etapda bu umra ziyorati bo'ladi. Bilasizmi azizlarim, o'zi birinchi navbatda nima uchun rekrut qilish kerak ekanligini yaxshilab anglab olishinglarni xohlardim. Va hozir bitta savolim bor. Mana katalogning 3-haftasi, bugun seshanba kun, sanoqli kunlar qoldi katalog yakuniga va sizlarga meni savolim, kim nechta rekrut qildi, registratsiyadan o'tkazdi va uni Q-rekrut bo'lishi, ya'ni ularni xaridini amalga oshirish, ularni hech bo'lmaganda 700 ming so'mlik mahsulot, 600 minglik mahsulot olishiga yordam berib, ularga o'rgatishingiz, demak, bu Q-rekrut deyiladi. Mana shunaqa rekrutni nechtasi bo'ldi sizda va hali yana nechtasiga ulgurishingiz kerak? Mana hamma o'zini bu katalogda qo'ygan rejasi bo'ladi, plani bo'ladi, to'g'rimi? Har kuni ertalab uyg'ondik, o'zimizga reja yo kecha tuzgan bo'lamiz, yo o'tgan kuni tuzgan bo'lamiz. Kimdir esa ertalab uyg'ongandan keyin bugun o'zini rejasini tuzadi. Xo'sh, reja bilan yurarkanmiz, reja bilan yasharkanmiz, lekin nimaga biznesga kelganda hammada ham reja bo'lmaydi? Biznes reja yo'q bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar? Ishimiz qay darajada bizda muvaffaqiyatli bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Buni ham yozinglar iloji bo'lsa, chunki meni sizlarga beradigan javobim bor. Men har doim biznesda reja bo'lishini tarafdoriman. Chunki pam-parapan emas, iltimos lichkaga yozmay turinglar, ozgina menga yozmay turinglar, gruppada yozib tursanglar ham. Masalan, men reja asosida ishlashni tarafdoriman. Nimaga deysizlarmi? Chunki orzu qildingiz, orzu qilganingizdan keyin olma pish og'zimga tushdi deb o'tirmaysiz, to'g'rimi? Harakat qilasiz, yashash uchun kurash va biznesda ham xuddi shunaqa. Agar siz biznesda orzu qildingiz, orzularingizni maqsadga aylantirib vaqtini belgiladingiz va undan keyin har kuni o'rningizdan turib, kayfiyatingiz bormi, yo'qmi, bugun sizda qandaydir bahonalar bormi, yo'qmi, har kunlik qilinishi kerak bo'lgan ishni amalga oshirsangiz, ya'ni harakatlantirsangiz,
sizni o'zingiz biznesda harakatli bo'lib turib, aktiv bo'lib turib, faol bo'lib turib, har kuni harakatlansangiz, demak orzu qildingiz, orzu tire deymiz, chiziqcha, rejada maqsad, orzu, uni maqsadga aylantirdik qachonligini, narxini belgiladik, demak bo'ldi, aniq qilamiz qachonga, kuzgi sayohat necha ball bilan, 1800 ball bilan. Endi buni rejasini tuzish kerak. Demak 10-kataloggacha 4 marta 12% shartini bajarish kerak, to'g'rimi? Bu demak reja tuzib olamiz. Har kunlik qiladigan ishlar, har katalogda 6% ga, 9% ga, 12% ga chiqish uchun demak sizni har katalogda o'zizni ballingiz bor. O'sha ballingizni bajarishingiz kerak. Masalan, keling 1800 ball. 1800 ballni bajarish uchun 21 kunga bo'lib olamiz. Qani qanchadan tushadi? Va mana shu chiqqan natijani demak har kuni shu ballni kiritish kerak bo'ladi. Agar shu ballni siz o'z joyiga qo'yishingiz uchun sizni har kunlik qiladigan harakatlaringiz. Sizlar o'ylaysizlar, lizerlar, katta lizerlarni bali o'zidan o'zi bo'ladimi? Yo'q azizlarim. Ular ham xuddi sizga o'xshab, ular mana shu sizda hozir 1800 ballni qilish rejasi bo'lsa, ularda 90 ming ball. Masalan, men birinchi qatorimda 12 ta direktorim bo'ladigan bo'lsa, men 12 ta direktorim bilan 90 ming ball qilishim kerak 21 kunning ichida. 90 ming ball. Da juda qo'rqinchli eshitilishi mumkin. Butun komandanikini sanamayapman, zolotoy direktorlarimni sanamayapman. Atigi direktor bo'lib ajraydigan direktorlarimni balli 90 ming ball bo'lishi kerak. Va men shunda nima qilaman? Men bu ballni kunlikka bo'lib chiqaman va menda birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, to'rtinchi kun, beshinchi kun, oltinchi kun, 21 kunim bor va menda uni yozib borganman. Qaysi kuni qaysi direktorlarim nechtagacha ajraydigan kunlari. Menda birinchi kun 6 ta direktorim ajraydi, ikkinchi kun 7 direktorim ajraydi, uchinchi kun, to'rtinchi kun, beshinchi kun. Bu nima degani? Mana mana shu narsa reja degani. Demak, siz 1800 ball qilishingiz kerak bo'lsa 12%ni shu 10-kataloggacha. Demak, siz hozir 3% dursiz yoki siz hali endi birinchi marta efirimizga kirib turgan yangi hamkordirsiz. Sizda albatta o'sha qilingan orzu va aylantirilgan maqsad, ana undan keyin esa reja bo'lishi kerak bo'ladi. Agar sizda reja bo'lsa, rejali harakatlar, rejali maqsad orzu qildingiz, maqsadga aylantirdingiz, lekin reja yo'q, ishingiz o'xshamaydi. Orzungiz, maqsadingiz yo'q, shunchaki reja, u ham o'xshamaydi. Iltimos, shuning uchun albatta bugun bizani birinchi marta kirib efirimizda qatnashayotgan opa-singillarim, yozing gruppaga, yozing chatga, siz birinchi marta kiryapsizmi? Men sizni tabriklayman, shunaqa zo'r joydasiz. Oriflameda siz orzu qilishni o'rganasiz, orzularingizni maqsadga aylantirishni o'rganasiz, ana undan keyin reja tuzishni o'rganasiz. Uy bekalari odatda nima ish qilasan deb so'rasa, hech ish qilmayman, men uy bekasiman deydi. Aslida eng ko'p ish qiladigan insonlar bo'ladi, ularda reja bo'ladi. Uy bekasi bo'lsa ham reja bo'ladi. Faqat ularning rejasi boshqacha bo'ladi. Bilasizmi, men biznesda mana shu narsani bilamanki, agar haqiqiy uy bekasi bo'lgan inson o'zini har kunlik kun tartibiga ega bo'lgan, uyini ham, joyini ham, bu yoqda ishini ham, hamma narsasini joyiga qo'yib, biznesini bitta qo'lida oilasini shundoq ushlab, balansini ushlab, bemalol biznesini yo'lga qo'ya olsa bo'ladigan rejani o'rganadi, balansni ushlashni o'rganadi. Men sizlarga aytmoqchiman, demak, orzu qildik, maqsadga aylantirdik, reja tuzdik, harakatlar. Eng qiyin joyi mana shu joy bo'ladi. Harakatga aylantirish bu oson emas. Bilasizmi nima uchun oson emas? Insonlarga tavsiya berish, insonlarga maslahat berish, insonlarga buyruq berish, insonlarni ishga solish osonroq, chem o'zini o'sha kontrolga solish deymizmi, o'zini nazoratga solish deymizmi, o'zini o'sha sistemaga solishdan ko'ra. O'zini sistemaga solish juda qiyin. Bizning ishimizda ayniqsa nima deymiz? Gibki grafik deymiz. Xohlagan payting ishlaysan, senda xo'jayin bo'lmaydi, ertalab 8 dan bir joyga borib ishlamaysan deymiz. Lekin men sizlarga aytgan bo'lardimki, agar siz Oriflameda buni haqiqiy biznes deb qabul qilib, siz mas'uliyat bilan shunchaki bo'lsa bo'lar deb emas, agar siz haqiqatdan ham mas'uliyat bilan shunga harakat qilib, mas'uliyat bilan yondashib, mas'uliyat bilan har kunlik qilishingiz kerak bo'lgan harakatlarni amalda bajarsangiz, ana undan keyin sizda natija bo'ladi.
ishoning, mana hozir aytib o'tgan mana shu demak ketma-ketlik buzilishi kerak emas va bu ketma-ketlik sizda albatta bo'lishi kerak. Demak, orzu qildingiz, orzungiz bo'lishi kerak. Orzu daftari albatta bo'lishi kerak. Undan keyin esa uni maqsadga aylantirish kerak. Qachon, qanaqa, qayerda, hammasini, miqdori, narxi, hammasi bo'lishi kerak. Ana undan keyin sizda reja bo'lishi kerak. Qaysi katalogda, bu katalogda necha foiz bo'lasiz, keyingi katalogda necha foiz bo'lasiz, kimlar bilan bo'lasiz. Eng asosiy joyi kimlar bilan. Bu katalogda 6% bo'laman deyishadi. Kim bilan desam bilmasam. O'ylash kerak, uyog'ini ham o'ylash kerak. Kim bilan bo'laman? Mana palonchi ammamning qizi, pistonchi kenayim, pistonchi opam, palonchi mashinani yozib, daftarga chizib, komandangizni chizib, dumaloqlarni chizib, dumaloqlarni ichiga o'sha insonlarni yozib, ana undan keyin o'sha insonlarga aloqaga chiqsangiz sizga o'xshashga boshlaydi. Agar siz shunchaki qilishim kerak ekan deb emas, shunchaki qildingiz, albatta natija siz xohlagan natija bo'lmaydi. Lekin siz astoydil, yaxshi niyat bilan, avvalo har bitta qilayotgan amallarimiz bizning niyatlarimizga bog'liq bo'ladi. Agar siz astoydil shu katalogda, demak shu 6% ga chiqishingiz kerakmi, 9% ga chiqishingiz kerakmi, 12% ga chiqishingiz kerakmi, yokindan siz hali yangi hamkorsiz, o'zingizni shaxsiy xaridingizni amalga oshirmoqchimisiz, demak siz kimlar bilan o'sha 75 balansa qilasiz. Bu kimlar bilan deganim, hamma narsani o'zingizga ololmasligingizni men 100% bilaman. Chunki men ham xuddi sizlarga o'xshab bu joyga pul topaman deb kelganman. Men ko'pchilikdan eshitaman-da, men 700 minglik mahsulotni oilam uchun olib ishlata olmayman, 1,5 millionlik mahsulotni oilam uchun olib ishlata olmayman deysizlar. 100% gapingizga qo'shilaman. To'g'ri, hammani ham sharoiti ko'tarmasligi mumkin. Biznesga kelgan inson bu yerda pul topaman deb keladimi? Demak, qaysi mijozlar bilan buni qilasiz? Katalog bor. Bizda shunaqangi zo'r nima bor? Instrumentimiz bor. Bu demak bizning magazinimiz. Mana shu katalogni ko'rsatib, qaysi kimligi ko'rsatib, hattoki nechta insonga ko'rsatib, aptekachimi u, bog'chapami u, o'qituvchimi, qarindoshingizmi, ammangizni qizimi, xolangizni qizimi, mana shu bitta katalog bilan kerak bo'lsa, qancha o'zingizni demak xaridingizni amalga oshirish imkoniyatingiz bor. Agar siz buni yana reja bilan qilsangiz. Tushuntirib bera oldimmi? Bitta katalogni birovga berib qo'yib, 5-6 kundan keyin yirtilgan, yarmi yo'q katalogni olib kelsangiz, bu o'xshamaydi. Chunki bu katalog bu siz uchun qadrli va siz berayotgan paytingizda ham xuddi shu gapni aytib, iltimos katalogimni bolalaringiz qo'liga tushib qolmasdan ehtiyot qiling, bu men uchun juda ham qadrli, bu mening magazinim deb, ana sizni qanaqa yondashishingizga bog'liq-da hamma narsa. Siz qanaqa yondashib, hattoki bitta katalogni taqdim etsangiz va ko'rayotgan paytda ham katalog shunaqa chiroyli ushlab, kerak bo'lsa, skidkada chiqqan mahsulotlar, kerakli bo'lgan mahsulotlarga ham stikerchalarni yopishtirib, chiroyli qilib, zo'r qilib ishlangan katalogingiz bo'lsa, nima bo'ladi? O'sha olayotgan inson ham buni siz tayinlab bergansiz, siz iltimos qilgansiz, siz bu siz uchun qadrli ekanligini u insonni miyasiga qo'yib berganingiz uchun hattoki sizni katalogingizga ham hurmat bilan qaraydi. Siz qanaqa bersangiz shunaqa, mana ko'ring, mayli, ko'rsangiz yetarsiz deb bersangiz, bu katalogdan ayrildingiz va bu katalog sizni qo'lingizga qaytib kelmaydi va sizga o'sha inson buyurtma ham bermaydi. Tushuntirib bera oldimmi? Hamma narsa sizni fokusingizdan keladi. Ya'ni sizni qanaqa qarashingizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun albatta yaxshi niyatda hozir. Yaxshi niyatda, niyatimizga bog'liq dedim. To'g'ri reja bilan harakat qilsangiz, albatta sizga ham o'xshaydi. Menga bugun zo'r savol tushgan ekan. Siz agar biznesni noldan boshlab, agar siz noldan biznes boshlaganingizda edi, nimani o'zgartirgan bo'lar edingiz deb siz ismlarini eslolmadim. Juda ham zo'r savol deb qabul qildim. Nimaga? Chunki hozirgi tajribam bilan agar biznesni noldan boshlaydigan bo'lsam, men judayam ehtiyotkorlik bilan insonlar bilan munosabat qilgan bo'lar edim. Men juda ko'p munosabatni o'rgangunimgacha juda ko'p insonlardan yo'q javobini eshitganman. Juda ko'p insonlarga qayta aloqaga chiqmaydigan bo'lib qolganman. Chunki men unda har bitta kontakt men uchun kontrakt ekanligini bilmaganman. Tushuntirib bera oldimmi? Har bitta kontakt men uchun kontrakt, biznes kontrakt ekanligini men bilmaganman. Va sizlarga meni maslahatim, meni Oysara Tog'ayevani 17 yillik tajribasini sizlarga aytmoqchiman. Siz har bitta kontaktga kontrakt deb qarang. Ya'ni biznes kontrakt, biznes shartnoma deb qarang. Shu inson sizni bo'lajak direktoringiz, bo'lajak menejeringiz, bo'lajak oltin direktoringiz, bo'lajak brilliantingiz bo'lishi mumkin deb qarang. Ana o'shanda
ish jarayonida ham u inson bilan har xil konfliktlar, oson kechib ketishlar bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, har bitta telefoningizdagi bor bo'lgan kontaktlar, mana masalan, hozir 198 ta inson, 200 nechta inson chatga kirib turibsizlar, hani 200 nechta bo'lib ketdi. Har bittanglar men uchun hozir kontraktsizlar. Ya'ni men endi bildimki, har bitta kontakt men uchun bu kontrakt, bu men uchun shartnoma, bu men uchun biznes partnyor. Va hozir sizlar ham o'zingizlarni telefon kontaktinglardagi insonlar, biznes ilovalaridagi insonlarni kontrakt deb qaranglar. Bular shunchaki odamlar, shunchaki bu insonlardan kechib ketish oson yoki nimadir bo'lgan ish bor joyda qanaqadir bir konfliktlar bo'lishi mumkin, bu tabiiy hol. Va shu paytda eshikni qattiq yopmasdan bu inson bilan yumshoqlik bilan, ya'ni o'sha shartnoma asosida deymiz-ku, davlat ishxonasida ishlasangiz, siz bilan boshlig'ingiz o'rtasida yoki deylik o'qituvchi bo'lsangiz, direktor bilan siz o'rtangizda nima bo'lishidan qat'iy nazar ishxonada bo'ladigan holat va ertasi kuni albatta siz yana imkon qadar harakat qilasiz. Hozir bir daqiqa. Harakat qilasiz. Ya'ni yo'lga qo'yib ketishga, to'g'rimi? Har bitta biznes ilovangizdagi, biznesingizga taklif qilayotgan yoki umuman sizda kontaktlar, tanishlar ro'yxati daftarini yozgan bo'lsangiz, men juda ko'pchilik bilaman, yozadi. Juda ko'pchilik yangi kelgan hamkorga shuni tavsiya qiladi va men ham sizlarga shu narsani aytib o'taman. Tanishlar ro'yxatini tuzing va mana shu tanishlar ro'yxatidagi har bitta insonga kontaktga kontrakt deb qarang va bu insonlar bilan tez gaplashib turing. Tez aloqada bo'lib turing. Bilasizmi? Bugun men bitta chatda gaplashdim tikuvchi bilan. Men ko'p o'zi tikuvchi, o'qituvchi, har xil soha vakillarini misol qilib keltirishni yaxshi ko'raman va Zarinaga savol berdim. Mana shu zo'r tikuvchi bo'lishingiz uchun chatda turib meni eshitayotgandilar. Agar oramizda bo'lsalar, hozir o'zlari ham eshityaptilar. Siz tikuvchisiz dedim. Zo'r tikuvchisiz, mashhur tikuvchisiz. Ya'ni sizga odamlar boshqa tumanlardan ham kerak bo'lsa kelib, uzoqroq joylardan ham kelib, qo'shnisi tikuvchi bo'lsa ham, lekin sizga olib keladi. Nima uchun? Birinchi navbatda munosabat chiroyli. Tushuntirib bera oldimmi? Chiroyli munosabat. Insonlar kulishni biladigan insonlarga keladi. Nimaga? Chunki bitta kulishni o'zi ham ko'p narsani hal qiladi. Bitta kulib qarash, hal hech narsa demadingiz. Insonga shundoq salom dedingiz, assalomu alaykum deb kulib bitta qaradingiz. Bu bitta sizga plus va bu har bitta kontaktni kontraktga aylantirishingiz uchun bitta sizga bitta zinani birinchi zinasi bo'ladi. Undan keyin demak kulishni biladi Zarina. Ikkinchisi esa professionallik. Ya'ni u tajribali tikuvchi, o'sha klientni mijozini yaxshilab eshitadi. U qanaqa fason tanlaydi, xohlayapti va u o'sha fasonni aniq aytib bera olmasligi mumkin, nima xohlayotganini, lekin tushuntirib beradi va bu tikuvchi bunga chiroyli qilib chizib, bu joyi yoqmayapti desa, bu joyini to'g'rilab, bu joyini olib tashlang desa, bu joyini olib tashlab, kengroq bo'lsa, kengroq, torroq bo'lsa, подчеркнуть qilib turish kerak, figuram desam-da, to'g'rilab, xullas o'sha mijozni xohlaganini chiqazib berish kerak, to'g'rimi? Bu nima talab qiladi? Bu sabr talab qiladi. Bu juda ham o'ta sabr, qanoatni talab qiladi va shu joyda yana bitta klientni bunga yana qaytib kelishi uchun ikkinchi zinapoyasi bo'ladi. Tushuntirib bera oldimmi? Keyingisi o'z vaqtida o'sha ishni bitirib berish. Masalan, uni to'yi bor, tug'ilgan kuni bor, qanaqadir bir yurishi bor va o'sha kunni aytilgan vaqtiga dogovor qilingan, kelishilgan, shartnoma qilingan paytida yetkazib berish. Bu ham mas'uliyat va o'z lafzida turishi, o'zini ishiga nisbatan, demak, klientga nisbatan hurmat, o'sha mijozga nisbatan hurmatni ham bildiradi. Yo'q, qilolmayman, esimdan chiqib qolibdi yoki qanaqadir bir nimadir bahonalar bilan emas, bu o'sha insonga nisbatan hurmat, o'sha o'zini biznesiga bo'lgan mas'uliyatni, demak, bitta xislati hisoblanadi. Endi mana qarang, bitta tikuvchi o'zini shu mehnati bilan o'sha o'zi qo'ygan stavkasini, o'zi qo'ygan summani, o'sha o'zi bitta ko'ylakni masalan deylik 300 mingga tikish kerak bo'lsa, shu 300 ming boshqa tikuvchiga 200 ming, lekin boshqasiga emas, aynan Zarinaga qaytib kelishi uchun, demak, qanaqa xislatli bo'lishi kerak ekan. Endi mana sizlarga savolim.
Oriflamechisiz, siz homiysiz, sponsorsiz, homiysiz va sizni jamoangizdagi insonlar yana qayta xarid qilishi uchun sizda qanaqa kачествоlar bo'lishi kerak? Birinchi navbatda bu insonlar bilan chiroyli munosabat o'rnatish. Telefonda gaplashganda kulib, chat o'tganda kulib, bu insonlarni qalbidan joy egallash. Bilasizmi, Oriflame kompaniyasi bizga mahsulotlarni tavsiya qiladi, taklif qiladi, biznesga taklif qiladi, mahsulotlarni beradi. Nima uchun siz manga o'xshagan qancha direktorlarga katta oyliklar to'laydi? Nimaga bizani sayohatlarga olib boradi? Nima uchun har 21 kunda kashbeklar beradi sizlarga, sumkalar beradi, kastrulyar beradi, pichoqlar beradi? Nima uchun deb o'ylaysizlar? Agar kompaniya shunchaki o'zi mahsulotini sotishi mumkin edi-ku. To'g'rimi? Siz bilan man nimaga kerak biza? Siz bilan man har bitta kontakt bilan kontrakt o'rnatishimiz uchun kerakmiz. Va shuning uchun ham siz hozir Oriflame kompaniyasidasiz va siz o'zingizni professional mutaxassis, tajribali menejer bo'lishingiz uchun, demak, siz shakllanishingiz kerak. Kelgan yangi novichok ayrimlarda qobiliyat bo'ladi, shunaqa talant bo'ladi. Bilasizlarmi? Deydi, emotsiyasi, xarizmasi bo'ladi, ana ichdan jo'shib, xursand bo'lib, pozitiv energiya berib, insonlarga keladi. Kompaniyani mahsulotini oladi, lekin bu yerda qolishi uchun insonlar ishtiroki, insonlar energiyasi, insonlarga beradigan o'sha shirin so'zi, atmosferasi, aurasi kerak bo'ladi. Ana o'shanda jamoa hisoblanadi. Ana o'shanda bu insonlar bu joyda qoladi. Ana o'shanda bu insonlar sizni komandangizda ishlaydi. Ana o'shanda shu insonlar sizni yaxshi ko'rib qoladi. Nimaga shunchaki Oriflame'ga kelib, o'zi uchun mahsulot xarid qilib, yuzidagi dog'ini ketkazish uchun, wellness mahsulotlarini ichish uchun, kokteyldan ozish uchun, yana boshqa mahsulotlar uchun kelishadi-da, lekin bu yerda keyin qarabsiz, brilliantовый direktor, исполнительный direktor, золотой исполнительный direktor bo'lishi mumkin. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Chunki bu atmosferaga bog'liq va bu atmosferada insonlar ishtirok etadi. Demakki, sizni jamoangizda shunaqa insonlarni qolishi, bu sizni xarizmangizga bog'liq, bu sizni energiyangizga bog'liq, bu sizni har kunlik harakatlaringizga bog'liq. Kichkina qadamlar bo'lishi mumkin. Gruppa yurg'izish oddiy ishku, yurg'izyapman-ku, lekin qanaqa yurg'izishga bog'liq. Xolida Jo'rayevani gruppasidan, Dilnoza Karimovani gruppasidan olib, videolarni tashab, mahsulotlar haqidagi ma'lumotlarni ChatGPT'lardan olib tashab qo'yisham gruppa yurg'izishga kiradi. Lekin o'zizni yuzingiz bilan, o'zizni ovozingiz bilan, o'zizni xarizmangiz bilan, o'zizni pozitiv energiyangiz bilan, o'zizni mana shu degan bir nafas olishlaringiz bilan, kulguingiz bilan, nafasingiz bilan gruppa yurg'izish bu boshqa narsa bo'ladi. Tushuntirib bera oldimmi? Ko'pchilik menga savol bilan chiqadi. Oysara opa, nimaga bu biznesda o'solmayapman? Nimaga menda lider o'smayapti? Nimaga men nimadir qila olmayapman? Nimaga men rekrut qila olmayapman? O'rtoqlar, birinchi navbatda o'zingizlarga so'ranglar. Siz qanaqa inson bilan mana shu biznesda bo'lishingiz mumkin edi? Agar sizda o'sha xislatlar qaysidir bo'lmasa, demak o'zingizda shu narsani shakllantiring. Men oldin Oysara Oriflame'ga kelmasdan oldingi Oysarani hozir eslasam qo'rqib ketaman. Nimaga? Chunki men oldin kulishni bilmas edim. Kulishim mumkin edi, qachon kulardim, nimadir holat bo'lsa kulardim. Hozir esa sababsiz kulishni bilaman, xursand bo'lishni bilaman, insonlarga kulib gapirishim nima uchun kerak ekanligini va bu insonlarga mani energiyam nima uchun kerak ekanligini bilaman. Tushuntirib bera oldimmi sizlarga? Men buni aytmoqchimanki, siz birinchi navbatda insonlar bilan har bitta kontakt bilan kontrakt qilish nima uchun kerak ekanligini anglang. Bu biznesda siz katta daromadga chiqmoqchimisiz? Sayohatga bormoqchimisiz? Oldingizga qo'ygan katta maqsadlaringiz, mashinalar bormi? Chet el sayohatlari bormi? Demak, sizga jamoa kerak. Jamoa kerakligi uchun nima kerak? Sizga birinchi navbatda insonlar bilan chiroyli munosabat o'rnatish kerak. Nimaga chiroyli munosabat o'rnatish kerak degan joyda esa insonlarga keladi dedim. Kompaniyalarga emas aslida. O'sha olgan mahsulotini oladi, ketadi. Agar siz shu joyda uni qalbidan joy ola olsangiz, u bittagina mahsulot uchun kelib, sizni brilliantовый direktoringizga aylanib beradi. Nimaga? U siz uchun, insonlarga keladi chunki.
Bilasizlarmi, Xitoyda, men bu gapni ko'p aytaman, Xitoyda super sotuvchiligi zo'r oylik to'lanar ekan. Juda katta summada $10,000 olar ekan. Va bular sotuvchilarni olayotgan paytda uni qayerda o'qigani, qayerda necha yil ishlaganidan hamma nyuanslardan ham ko'ra birinchi navbatda, birinchi suhbatda bu insonni kuzatishar ekan, kulishni biladimi deb. Kulishni bilgan, birinchi bo'lib kulishni pitichka qilishar ekan, galichka bo'lar ekan. Agar kulishni bilsa, ular bu biznesga uni qolganini o'rgatib olamiz deyishar ekan. Men sizlarga aytmoqchiman, birinchi navbatda bu biznesda kulishni bilish kerak. Undan keyin har kunlik o'sha kichkina qadamlarni yo'lga qo'yib olish. Bu sizlarni o'zinglarni ijodiyligi bog'liq. Masalan, har xil oilalarga borsangiz, hamma uy bekalari oilasini har xil tutadi. Har xil uyini deylik yasatib qo'yishi mumkin yoki deylik uyda har xil rejim bo'lishi mumkin. Kimdir 10 da uxlaydi, kimdir 9 da uxlaydi, kimdir 11 da uxlaydi. Uydagi atmosfera ham hammaniki har xil bo'ladi, to'g'rimi? Uy bekalari. Endi biznesda ham xuddi shunaqa. Har bitta liderning o'zini xarizmasi bo'ladi, o'zini bir nima deymiz, pozitiv energiyasi bo'ladi. Kimdadir tadbirlar ko'p bo'ladi, kimdadir onlayn ishlash strukturasi yaxshi bo'ladi, kimdir gruppani zo'r yurg'izadi, kimdir Instagramni zo'r yurg'izadi, kimdir deylik insonlar bilan ko'proq uchrashish yaxshi ko'radi, offlayn uchrashadi. Xullas, bu sizni o'zingiz ijodingizga bog'liq. Agar siz xohlasangiz, siz eplaysiz, qachonki siz har kuni takrorlasangiz. Chunki bizning biznesimizda har kuni mahsulotlarni gapirib, har kuni o'z ishlatayotgan mahsulotlarni boshqa insonlarga tavsiya qila olishingizda juda ham katta gap bor deyman. Juda ham katta bir asosiy qiladigan ishimiz shu. Chunki bizning mahsulotlarimizni sifat darajasi eng yuqori darajada tabiiy va bu mahsulotlarni bir marta ishlatgan inson u sizdan emas, boshqa odamdan ham qidirib o'zi topib olishi mumkin. Lekin sizga qaytib kelishi uchun demak siz mana bunday qilib o'sha joyni ushlab olishingiz kerak. Sizni dimingizdir yoqishi kerak. Sizni qanaqadir bir o'zingizni chikingiz bo'lishi kerakki, bu inson sizga qaytib kelishi va sizdan aynan u boshqa joyda yarim narxida bo'lishi mumkin. U boshqa insonda qanaqadir sovg'asi bilan birga berilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin nima uchun sizga qaytib kelishi bu sizning ijodingizga bog'liq. Ya'ni bu insonlarni siz jamoangizda qanaqa ushlab qolishingiz, sizni har kunlik harakatlaringiz, bu insonlar bilan qilayotgan munosabatingiz, ularga berayotgan e'tiboringiz va e'tirofingiz. Ba'zida hayron qolaman, insonlar shunaqangi bir sadoqatli bo'ladiki, shu brend mijoz bo'ldi, mijozdan brend hamkor bo'ldi, o'smayapti, lekin ketmaydi bu biznesda. Nimaga desam, men shunaqa yaxshi ko'raman da ustozimni deydi. Xo'p, endi rekrut qiling desa, yo'q, men rekrutma uchun emas, men mana shu chiroyli atmosfera uchun, biznes nonushta uchun, mana shu chatlarni eshitish uchun, chiroyli yashash uchun men mana shu Oriflame'daman deydigan insonlarni ko'raman. Lekin shunaqa insonlar borki, bugun keldi, vaqtini behuda o'tkazmasdan, bu biznesning mohiyatini anglab, har katalogda bitta pog'ona ko'tarilaman, kerak bo'lsa ikkita pog'ona ko'tarilaman deydigan hamkorlarimiz ham bor, opa-singillarimiz ham bor. Bu esa demak siz o'sha qo'yilgan birinchi boshdagi orzungiz va ularni qanaqa qilib maqsadga aylantirib, vaqtini belgilashingizga va har kuni rejali harakatlarni amalga oshirishingizga bog'liq bo'ladi. Bilasizmi, men ham bu biznesga kelgan paytimda men shunchaki o'zim uchun bitta atir olaman, divan atir olaman deb kelganman. Undan keyin bu biznes imkoniyatlarini eshitib, uy olishni maqsad qo'yganman. Agar hozir sizga shunaqangi bir kuchli stimulingiz bo'lsa va bu stimul, ya'ni stimul so'zi grechcha so'zdan olingan bo'lib, anaqa nima deydi? Ximich uradi-yu, mana shunaqa narsa deganida so'zini o'zim topolmay qoldim hozir. Majburiyat degani, majburiyat. Majbursiz, mana shu qilishingiz kerak, yurish kerak, iloji yo'q, ha? Mana shu majburiyat bu demak sizda bo'lsa, demak sizga shu nima uchundir majburiyat. Kimdadir bo'ladi moddiy majburiyat, kimdadir bo'ladi ma'naviy majburiyat. Insonlarga o'zini isbotlamoqchi bo'lgan insonlar bo'ladi. Ya'ni bu insonlar o'zini qo'lidan nimadir ish kelishini qolganlarga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Yoki bo'ladi insonlarga hozir har 21 kunda unga 1 million pul kerak bo'lishi mumkin. Kim uchundir 1 million
2-3 kunlik rasxoti bo'ladigan bo'lsa, kim uchundir hozir o'sha yonib turgan 1 oylik xarajati bo'lishi mumkin. Bo'ladi hamma. Kimdir xalajlikini to'ldirish uchun keladi, kimdir onasiga tug'ilgan kuniga bitta atir sovg'a qilish uchun keladi. Yana kimdir nima uchundir. Bu har xil insonning o'ziga bog'liq. Men esa o'sha paytda Toshkentdan 1 xonalik bo'lsa ham uyimni olish uchun kelganman bu kompaniyaga. Bilasizmi? O'sha paytda yaxshiyam menga shu kompaniyaning imkoniyatini gapirganlar, meni ustozim deyman. Hozir sizga ham ko'p ustozlar gapiradi, eshitasiz, lekin vроде xohlaysiz, lekin nimagadir ishonmaysiz o'sha narsaga. Mana eng katta yutug'im bu meni ishonganim deb o'ylayman va ishonch bu juda ko'p narsani hal qiladi. Ishonch shunchaki ishonch deb og'zingizdan chiqishi mumkin, lekin shunchaki o'ylashingiz mumkin, lekin ishonch bu eng katta narsani hal qiladi. Ishonch bu o'zingizga bo'lgan ishonch, ishonch bu mahsulotga bo'lgan ishonch, ishonch bu ustozingizga bo'lgan ishonch, ishonch bu kompaniyada bo'lgan ishonch. Ishonch bu sizni har kuni nima uchun qilayotganingizni, nima uchun harakatlanishingizni bir mana shu zanjiri deb o'ylayman. Agar sizda ishonch bo'lmasa, demak, men telefon qilishim kerak ekan deb yoki men reklama tarqatishim kerak ekan yoki men insonlarga shuni gapirishim kerak ekan deb gapirganingiz bilan o'xshamaydi. Agar siz o'zingiz qilayotgan ishga ishonmasangiz, agar siz o'zingiz tavsiya qilayotgan mahsulotga ishonmasangiz, agar siz o'zingiz taklif qilayotgan biznesga ishonmasangiz, sizda bu zanjir ishlamaydi o'rtoqlar. Ya'ni velosipedda shunaqa zanjir bor. Mana shu bitta zanjir asosiy ishni bajaradi. To'g'rimi? Siz harakatlanyapsiz oyoqlaringiz bilan pedalga qo'yib va bu velosipeddagi zanjir yurmasa, bu zanjir bo'lmasa, siz hech qayerga bora olmaysiz, o'rningizdan qimirla olmaysiz. Qancha oyog'ingizni qimirlatmay, mana shu zanjir yurishi kerak bo'ladi. To'g'rimi? Ana bu esa ishonch, bu bizning biznesimizdagi mana shu harakatlantirishga yordam beradi. Siz har kuni harakatlanasiz, majburiyatdan harakatlanasiz yoki sizni ustozingiz sizdan har kun so'ragani uchun harakatlanasiz, lekin ishonch bilan qilingan harakat bilan ishonchsizlik bilan qilingan harakatda farqi bo'ladi. Ishonchsizlik bilan qilingan harakat bu o'z joyidan jilmaydi, qimirlamaydi. Agar siz ishonch bilan mana shu zanjir, xuddi zanjir qanaqa yuradi? Tekst yog'langan bo'ladi, velosipedda zanjiri chiqib ketmaydi yo'lidan, to'g'ri ketaveradi. Poyezd rels qanaqa? Xuddi shunaqa bir tasavvur qilinglarki, ishonch juda ham katta narsani beradi. Agar haqiqatdan ham qilayotgan ishingizga ishonsangiz, haqiqatdan ham o'zingiz o'sha mahsulotni olib ishlatib ko'rib, natijasini olgan bo'lsangiz, agar haqiqatdan ham bir marta siz uyingizni eshigingizni taqillatib kuryer mahsulotini olib kelganini ko'rdingiz va ishondingiz va buni tavsiya qilishga qo'rqmaysiz-ku, to'g'rimi? Ana endi siz hozir menda natija yo'q-ku, men nimaga ishonay Oysiraopa deyishingiz mumkin. Siz ustozlaringizni natijasiga ishoning. Siz yuqori sponsorlarni, katta ustozlarni natijasiga ishoning. Ana o'shanda sizni qilayotgan ishingizni o'zingizga bo'lgan, o'sha mahsulotga bo'lgan, o'sha biznesga bo'lgan, o'sha qilayotgan har bitta ishingiz nimaga olib borishiga bo'lgan ishonch bo'ladi va siz tushkunlikka tushib qolmaysiz. Va siz yo'q javoblarni eshitgan paytingizda ham, ha, bilasiz, albatta sizni kutayotgan kelajak nima ekanligini tushunib yetasiz. Siz qachon baribir shu natijaga erishishingiz mumkinligini. Bilasizmi, agar ishonchsizlik bilan qilayotgan harakatlaringizda tez tushkunlikka tushib qolish kuzatiladi. Men ko'pincha menga yozishadi, Oysiraopa, nimaga menda bunaqa o'xshamayapti? O'zi kimlar bilan gaplashasiz? Nechta odam bilan gaplashasiz desam, 10 ta yoki bor yo'g'i 20 ta inson bilan gaplashilingan bo'ladi. Lekin hali o'sha insonlar bilan ham to'liq ma'lumotni bermasdan turib, tushkunlikka tushib, bu biznes men uchun emas ekan degan qarorga kelib bo'lingan bo'ladi. Men sizlarga aytmoqchiman, bugun siz o'zingiz uchun shunaqangi bir qaror qabul qilingki va bu qaroringiz tezlikda qiyinchiliklarga sotilmasin. Sotilmasin. Nega? Endi siz o'zingizni orzularingizni, o'zingizni maqsadlaringizni qanaqadir bir qiyinchiliklarga sotib ketishingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Men ko'p ishlataman nastroyka degan so'zni. Mana nastroyka deyman-da, telefoningizni nastroykasini to'g'irlab qo'yasiz. Masalan, hozir meni telefonim 15% qoldi va men buni bundoq qildim-da, sariqqa tushirdim, energiya sekin ketish bu uchun nastroyka qildim hozir ro'zada. Yoki naqalasini pasaytirdim, ovozini o'chirib qo'ydim, menga telefon bo'lib jiringlamasin deb. Telefonni nima qildim? Nastroyka qildim. Va siz ham har kuni telefoningizni nastroyka qilasiz. Bolangiz oldida bezuk qilib qo'yasiz, vibratsiyaga solib qo'yasiz yoki o'chirasiz-da, yoki sekin energiyaga qo'yib qo'yasiz. Xullas, telefonimizni nastroyka qilamiz.
agar siz o'zingizni ham xuddi shunaqa pozitiv holatda nastroykaga qo'yishingiz, ya'ni siz amallaringizda qilyapsiz, sababini qilishim kerak ekan deb qilyapsiz-da, lekin nastroykangiz boshqa narsa turibdi. Nimaga menda o'xshamayapti? Men uchunmikin, men uchun emasmikin? O'zim zakaz ursam sponsorim boyib ketarmikin? O'zim ham o'sib ketsam sponsorim qanaqa zamanaga chiqarkan? O'zim ham bu biznesda nima bo'laman? Rostdan shunaqamikin? Rostdan 100 million olib olsa bo'larmikin? Rostdan 10 million olib olsa bo'larmikin? Ichingizda gumon. Va mana shu gumonlar sizni ishingizda barakani olib tashlaydi. Sizni ishingizda qachon baraka bo'ladi? Qachonki bu joyingiz bilan bu joyingiz bir xil bo'lsa. Qilayotgan ishingiz, o'zingizda qilingan o'sha nastroykangiz yaxshi niyat bilan bo'ladigan bo'lsa, ishoning, siz birga bir o'xshashni boshlaydi. Agar sizda to'g'ri nastroyka qilingan bo'lsa va siz charchamaysiz va siz gapirgan insonlar sizni eshitishni boshlaydi. Chunki sening xayoling, sening hayoting. Siz xayolingizda o'yladingiz, lekin bu sizni xayolingizdagi energiya boshqa insonga yetib bordi. Siz xayolingizda ongingizga buyruq berib qo'ydingiz, ong ostingizga va bu insonlarni sizga chiqazib beradi. Yuzida dog'i bor krem olishni xohlaydigan, 8-martga sovg'a olishni xohlaydigan, mijozlarni kerak bo'lsa topib berishni boshlaydi. Chunki siz shunaqa niyat bilan, Allohga tavakkal bilan qilyapsiz. Tushuntirib bera oldimmi? Shunaqa Allohga tavakkal qiling, ishoning. Agar Alloh xohlamasa, hech narsa bo'lmaydi. Alloh xohlamasa, bitta barg tepadan pastga tusha olmaydi. Tasavvur qiling. O'ylash mumkin, barg endi qurigandan keyin tushadi. Yo'q, agar Alloh xohlamasa, o'sha qurigan barg o'sha joyda o'sirib turadi. Qachonki xohlasa tushadi. Biz soniyalardan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Va shunaqangi ishoningki, Allohim sizni so'raganlaringizni berishi bu aniq beradi. Faqat bizni qachon berishini bilmaymiz. Qachon qanaqa berilishi bu Allohga bog'liq. Siz shunchaki sababini qiling, shunchaki yaxshi niyat bilan qiling, shunchaki insonlarga yaxshi munosabatda bo'lib, yaxshi gapirib, kulib, xursand bo'lib, kerak bo'lsa kechirishni o'rganib. Men shunaqa paytlarni eshitaman, men uni kechirmayman, blokka tiqib qo'ydim, bo'ldi, chornidan chiqazmayman, bo'ldi nimadir, bo'ldi bu biznesdan ketsin yoki men ketaman. Ishoninglar, bu biznes hammamizdan qoladi. Bu biznesda esa faqatgina insonlarni ham kechirishni bila oladigan, insonlarni faqat yaxshi tomonini ko'ra oladigan, insonlarni seva oladigan insonlar muvaffaqiyatli bo'ladi. Chunki Alloh bizga nima uchun bu dunyoda yashashimizni berib qo'yibdi, o'ylab ko'ring. Bu biznes ham biz uchun bitta shunaqa sinovli joy deb aytaman. Har bitta kontrakt ekanligini yaxshilab bilib olsanglar, biznesda rekrut qilish nima uchun kerak ekanligini anglab olsanglar, men o'ylayman, to'xtovsiz rekrut qilasizlar. Super sotuvchiman, super tavsiyachiman, super insonlarga mahsulotni bir deganda, hali qo'limda o'sha mahsulot bo'lmay turib, reklamasi bilan, shundoq ichidagi bor ingrediyentlar bilan sotib tashlayman degan insonlarni deyman, молодецlar deyman. Biznesni imkoniyatini ham shunaqa sotinglarki, siz ham balans oshiysiz, ham mahsulot reklama qilishni, mahsulot tavsiya qilishni, mahsulotga insonlarni chaqirishni bilasiz, ham biznesga insonlarni taklif qilishni boshlaysiz. Super rekrutyorlar bilan super sotuvchilarni o'xshash tomoni bor. Ular insonlarga chiroyli munosabat qilishni biladi. Super sotuvchimisiz, men bilaman, siz super rekrutyor ham bo'la olasiz. Siz faqat mahsulotni sotdingiz, endi siz mahsulotni olib, uni biznes qilish mumkin ekan degan joyni ham, biznes imkoniyatini ham sotishingiz kerak bo'ladi. Bugun bitta qiz bilan gaplashdim. Men buni insonga aytsam, mana shu 100 mingga olasam desam, o'zi men unga hozir 100 mingga sotsam, bu kompaniyadan kirib a'zo bo'lsa, registratsiyadan o'tsa, u 80 mingga yoki 85 mingga olishni o'rgatsam, keyin men kimga sotaman dedilar. Mana juda ko'p insonlarning xayolida men hozir bu mijozimni a'zo qilsam, registratsiyadan o'tkazsam, o'zi uchun mahsulot olib yursa, menga o'zimni shaxsiy xaridimni kimga sotaman degan bitta stop bo'ladi. Buni siz xohlamaysiz, lekin mana shu joyingizga stop qo'yib qo'ygansiz. Yo'q, men bunga sotishim kerak. Bu meni eng zo'r klientim, mana bu eng zo'r mijozim degan narsa. Bugun mana shu qizdan shuni eshitganimdan keyin aytdim, "Davaychi keling, sizdan qancha mahsulot oladi?" desam, "Ha, men har katalogda men shu qizga 300 ming so'mlik mahsulot
sotaman dedilar. Endi siz tasavvur qiling dedim. Bu inson, bu qiz o'zi uchun 1000 so'mlik mahsulot xarid qildi, katalog bordi, kompaniyadan korobkasi bilan eshigini taqillatib, u ko'rdi va ichki narxini oldi. Unga keyin skidka chiqdi. Nima deb o'ylaysiz, keyin katalogda qancha xarid qiladi desam, ha ko'proq qiladi. Xo'p, u sizga ko'proq xarid qilib va u yana boshqa insonlarga buni tavsiya qilib, o'zi bu insonlarni ham o'zini registratsiyadan o'tkazib, ularga ishlashni o'rgatib, o'zi uchun mahsulot xarid qilishni o'rgatib, sizni bitta dublikatingiz bo'lgani yaxshimi, yo u bir umr sizdan mahsulot xarid qilib yurgani yaxshimi dedim. Qaysi biri siz uchun yaxshi desam, ну, конечно, ikkinchisi yaxshi, u o'zi xarid qilgani yaxshi. Endi mana tasavvur qiling dedim. Buni bir umr sizni mijozsiz bo'lib qolishiga hech qanaqa garantiya yo'q, kafolat yo'q, hech kim bermaydi. Qachondir kelib boshqa inson, masalan, men borsam-da, keling sizni Feruzaxon, men sizni registratsiyadan o'tkazaman, o'ziz uchun shunaqa imkoniyatlar bor deb imkoniyatlarni gapirib bersam, bu inson menga registratsiya bo'lib ketadi. Siz ham mijozsiz qolasiz, ham kontraktsiz, bitta shartnomasiz qolasiz dedimda. Bu bilan men sizlarga aytmoqchimanki, har bitta insonga, har bitta kontaktga kontrakt deb qarab, shartnoma deb qarab, bu sizni brend partnyoringiz bo'lishi mumkin deb qarasangiz, fokusingizni o'shanga qarasangiz, ana o'shanda sizda jamoa bo'ladi. Asosiy fokusingiz nimaga qaratilgan bo'lsa, ana o'shanda sizda o'xshaydi. Juda ko'p savollar keldi meni lichkamga. Men tezroq javob bermasam, chunki bolajonimning ovozi eshitilishi boshladi. Xo'p, oho, 171 ta pastda 8 ta. Qaysi birini ochsam ekan? Hozir. Uni tepasida yana 5 ta bor ekan. Menimcha bu savolga javob berdim, lekin menda nimagadir internet yaxshi ishlamayapti. Savollar bo'ldi, ochilmayapti deyotgandim. Xo'p, bir kunda 20 ta kontakt bilan gaplashib, taklif qilish bu kam kontaktmi? Yana ko'proq. Viloyat Ro'ziyevada men uchun kam. Nimaga aytaymi? Masalan, bitta magazinda savdo qilish uchun bitta sotuvchi bir kunda 200 ta, 300 ta, 400 ta, 500 ta, u qanaqa katta magazinligi va qancha tovar oborot, ya'ni bir kunda qancha savdo qilishiga qarab albatta eng kamida 200 ta, 300 ta inson bilan gaplashar ekan. Lekin siz 20 tagina inson bilan gaplashib, o'sha 20 ta insonga ham keraklicha ma'lumotni bitta deb bera olmaysiz. Men agar oldingizga katta niyatda maqsad qilayotgan bo'lsangiz, oldingizga 10 million, 20 million, 60 million, 100 million oylikni maqsad qilgan bo'lsangiz, men sizga kam deyman. Bir kunda 50 ta, 60 ta odam bilan ham gaplashish mumkin, agar siz to'g'ri reja bilan qilsangiz. Men mahsulotimni kimga sotaman degan qo'rquv yo'q. Atrofimdagilarni o'zlari registratsiya qilaman. O'zimni sotuvim, Allohga tavakkal qilaman. Yashang Nasiba Umarova. Молодецsiz. Bugun zo'r savol beruvdi, savolingizga javob berishga harakat qildim. To'g'ri, doimo aloqa va samimiy munosabat. To'g'ri, chunki bizning biznesimiz munosabatlarning ustiga quriladigan biznes hisoblanadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maysarpa, men Toshkentdan Berdiyeva Nodiraman. Xo'p, YouTube'da shuni joylaysizmi? Bilmagan narsalarimni o'rganib olardik. Qotib qolyapti albatta. Eshitilmayapti. Telefoningizni samolyot rejimini yoqib o'chiring. Aha, men shunaqa qilaman. Xo'p, internetda eshitilyapti, ko'rinyapti, antenna. Xo'p. Ovoz yo'li, iltimos, ovozni bu bizda emas. Ko'pchilikda internet yaxshi emas. Savol ko'rmayapman. Yo'li menda ochmayapti. Cho'ta meni ham anaqam kam qoldi, zaryadkam. Bolam yig'lashni boshladi lekin. Hozir. Lekin ochmadi menda. Kechirasizlar. Men albatta keyin sizlarga savollarni yozib qoldiringlar. Ovozli xabar qilib men javob berishga harakat qilaman. Endi esa mana sizlarga savolim bor. Kim bu katalogda nechta rekrut qildi va Aerogrill shartini bajarib, Aerogrillni olish uchun nimalar qilyapsizlar? Kelinglar, mana shu chatda yozib qoldiringlar, nimalar qilayotganingizni. Kimdir onlayn ishlaydi, kimdir offlayn ishlaydi, lekin onlayn ham, offlayn ham albatta kontakt bilan ishlaydi. Ya'ni insonlar bilan gaplashadi. Insonlar bilan gaplashganda nimalarni gaplashasizlar? O'shani ham yozib qoldiringlar. Men masalan insonlar bilan gaplashganda birinchi o'rinda o'sha samimiy munosabatni o'rnatib, u insonga bir ikkita savollar bilan nima xohlashini bilib olaman. Ana o'shandan keyin men gapirishni boshlayman. Agar u insonni men o'zim bilan yaxshi kontakt qilishini xohlasam, eshitish bizani
ikkita qulog'imiz bor, lekin bizani biznesimizda 4 ta quloq bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Chunki siz u insonni sabr bilan eshitasiz, sabr bilan eshitib vaqtingizni investitsiya qilasiz. Bu bitta mijozga, bitta partnyorga. Vaqtingizni investitsiya qilganingiz uchun sizga Alloh g'oyiblardan mana shu inson orqalimi, boshqa insonlar orqalimi sizga jomoni berishni boshlaydi. Ishoning, vaqt bu eng qimmatlisi. Vaqtingizni to'g'ri joyga, to'g'ri insonlarga investitsiya qiling. Bugun yana bitta savol bor edi. Ishlashni xohlamagan, bitta insonga qancha vaqt ajratish kerak? Menimcha, to'g'ri tushunganim bo'yicha. Bu qancha degan so'zni men boshqacharoq bergan bo'lardim. Qanaqa insonga men ko'proq vaqt ajratgan bo'lardim? Harakati bo'lgan insonga, maqsadi aniq bo'lgan insonga, maqsadlar, orzusi bor, maqsadi bor va shu bilan birgalikda harakati bor bo'lgan insonga. Har katalogda o'ziga maqsad rejani qo'yib, o'sha reja, masalan, men qo'yib beraman u rejani, u qo'yib beradimi va o'sha reja asosida harakatlanayotgan, kichkina bo'lsa ham qadamchalarni tashlayotgan va faol bo'lgan va pozitiv energiyaga ega bo'lgan insonlarga ko'proq vaqtimni ajratgan bo'lardim. U xohlamaydi, lekin siz xohlaydigan insonlarga 1, 2, 3 imkon bering. Ularni ketkazib yubormang. U biznesdan hech kimni ketkazishga hech kimni haqqi yo'q. Meni ham haqqim yo'q, sizni ham haqqingiz yo'q. Ularga imkon bering. Qachondir qanaqadir bir vaziyatlar, qanaqadir turtkilar, ikkinchi, uchinchi boshqa insonlarni qanaqadir bir motivatsiyalari to'g'ri kelishi mumkin. Hali u insonni shu joyda tiki yonadi deymiz-ku, shunaqasi yonmagan bo'lishi mumkin va bu inson o'zi nimani xohlayotganini yaxshi anglamayotgan bo'lishi mumkin. Bu insonlar ketmasin, bu insonlar siz bilan birga bo'lsin, lekin ko'p vaqtingizni bu biznesda harakatda bo'lgan insonlarga vaqtingizni sarflashingizni va bu insonlar bilan ko'proq gaplashishni, ko'proq vaqtingizni to'g'ri investitsiya qilishni o'rganing deyman. Chunki ko'p holatlarda bo'ladi, ko'p bitta insonga ishonib qoladi. Mana shu zvaniya, mana shu 15% ga chiqsa men direktor bo'laman. Mana shu yigit direktor bo'lsa men zolotoy direktor bo'laman. Mana shu bunaqa foizga chiqsa men yo'q, aslo. Siz bitta insonga hech qachon hech qanaqasiga suyanib qolmang. Allohga tavakkal qiling va bitta inson bilan ishlamang. Maslahatim 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bitta vetka qilmang. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Nimaga bunaqa? Chunki bizda shunaqa bir chiroyli gapimiz bor. Rasul bo'lish kerak va bu rasulda sizni birinchi, ikkinchi, uchinchi farzandlaringiz ham shuning ichida kirib va shular bilan birgalikda chiroyli bir jamoani shakllantirishadi. Masalan, birinchi farzandda onalar qiynaladi, ikkinchi farzandga esa ozgina nima deymiz, tajribali bo'ladi. Uchinchi farzandda esa birinchi farzand, ikkinchi farzand yetaklab, ikkinchi, uchinchi farzandlarni katta qilishni boshlaydi. Bizning biznesimizda ham xuddi shunaqa. Birinchi, ikkinchi dublikatingizni chiqarishingiz qiyin bo'ladi. Ishoning, qolganlari yetaklab, qolganlari bir-biriga motivatsiya berib, qolganlari bir-biriga bilim berib, qolganlari bir-birini davay qilib, turtki bo'lib, bir-biriga yordam berishni boshlaydi. Shuning uchun maslahatim, vaqtingizdan to'g'ri sarflang, vaqtingizni behudaga ketkazmang, vaqtingizni bugun yana bitta savol bo'ldi. Men qancha payt o'qisam, men bu biznesni to'liq o'rganib olaman. Ishoning, men bu biznesni ham to'liq hali o'rganmaganman. Va qachon o'rganasiz? Tajribada, har kunlik harakatlaringizda, har kunlik zina-mizina yurishingizda, har kunlik har bitta etapda siz o'rganasiz. Men o'zim haligacha har kuni o'rganaman va ishoning, men bu biznesni hali to'liq o'rganib yetdim degan insonni ko'rmadim. Va bu insonlar ham har doim o'rganishda, qanaqa uspeshli inson bo'lishidan qat'iy nazar. Va siz ana shu insonlar bilan birga bo'lsangiz, siz ham bittasiga aylanasiz. Ya'ni shunaqa gap bor, bilasizlar, 5 ta muvaffaqiyatli bilan yursang, 6-inchisi sen bo'lasan. 5 ta omadsiz bilan birga bo'lsang, 6-inchi omadsiz sen bo'lasan. Men juda ko'p ko'rganman, ishoning, shunaqa bir atmosferalar bo'ladi, shunaqa bir kuruglar bo'ladi, har xil kuruglar bo'ladi. Ular o'tirishi bilan g'iybat, nimadirlar, hammani ayblaydi, hamma aybdor, qaynona aybdor, qaynota aybdor, er aybdor, bola aybdor, lekin o'zi oppoq va shunaqa insonlarga qo'shilgan insonlar, ular ham ozginadan keyin eshitsangiz, xuddi shunaqa insonga aylangan bo'ladi. Lekin Oriflemga kelgan insonlar esa har doim insonlar bilan chiroyli munosabat, insonlarning yaxshi tarafini ko'ra oladigan, insonlarni o'sha gapiga chiroyli qilib o'ylaydigan, insonlar bilan
demak nima xohlashini yaxshilab eshitib olib bu insonga o'sha kremni tavsiya qila oladigan pullar haqida, sayohatlar haqida, yaxshiliklar haqida gaplashadigan insonlar bo'ladi. Chunki Oriflame biznesi shunaqa orzularning ustiga qurilgan biznes. Kompaniyamizning asoschilari Yonas va Robert Afyokniklar aka-ukalar ham bu biznesni shu dunyoga olib chiqamiz, insonlarning orzularini amalga oshiramiz deb olib chiqishgan va mana qarang, millionlab insonlarning orzularini amalga oshiryapti. Oddiy mandaka fransuz tili bitta o'qituvchisi uzoq viloyatdan kelib Toshkentda o'qib, student bo'lib, mana shu biznesga kirib, ijarada yashab, mana Allohga behisob shukr, hozir chiroyli uylarimiz bo'ldi, yaxshi mashinalar haydayapmiz va shu bilan birgalikda Oriflame bilan dunyoni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik, bilasizmi? Men har doim faxrlanaman Oriflame bilan, chunki menga Oriflame chiroyli yashashni o'rgatdi. Chiroyli xayol qilishni o'rgatdi. Xayollarimni hayotimga aylantirishni o'rgatdi. Hammasi Allohning izni bilan, lekin albatta sizni o'zingizni nima yesang o'shasan deydi, to'g'rimi? Nima ish qilsangiz siz o'shasiz. Qanaqa krem surasiz, qanaqa masalan yeb ichishni ham chiroyli yeb ichishni o'rgatdi kompaniya bizga. Oriflame bilan yaxshi nima deymiz? O'zimizga yaxshi narsalarni pozvolyat qilish, yaxshi narsalarni o'zimizga loyiq ko'rishni o'rgatdi. Va bilasizmi, mana yaqinda 4-mayda yana Dubayga boramiz. Bilmayman, men hozir sanolmayman, 5 yoki 6 Dubayga borishim. Har borganimda men Allohga behisob shukr deyman. Yangi insonlar bilan boraman. Yangi insonlarning emotsiyalarini eshitaman. Yangi birinchi marta samolyotga titrab, ko'zlaridan bir sevinch yoshlari bilan samolyot traplariga oyog'ini qo'ygan o'sha yangi menejerlarimizni ko'raman deb faxrlanib ketaman. Nimaga? Chunki Allohim shunaqa bir yaxshi ishni bizga loyiq ko'rdiki, o'zlari mehnat qilsa ham biz sababchi bo'lganimiz uchun bizga rahmat deydi. Har doim rahmat eshitish imkoniyatini berdi. Sizlarga ham maslahatim, siz hozir kimgadir rahmat deyapsiz, sponsoringizga, siz Oriflame'ga taklif qilgan insonga, qaysidir qo'shni qizga, qaysidir o'vsinizga, kimgadir rahmat deysiz, lekin ishoning, ertaga bir kun siz hali tanimagan insonlar sizni YouTubedan ko'rib, sizni Instagramdan ko'rib, sizni Telegramdan ko'rib sizga rahmat deydi. Men juda ko'p shunaqa SMSlarni olaman YouTubedan, Telegramdan, hattoki Oysara Tog'ayevani o'zimiz siz rasmni qo'yib olgan emasmisiz deydi. Men dumaloq video qilib, mana men o'zimman deyman. Bu bilan men sizlarga nima demoqchiman? Men ham qachonlardir bu biznesga kelgan paytimda bitta o'zim kelganman. Va siz hozir bitta o'zingizmisiz? Demak, biznes shunaqa bo'ladi. Hech kim komanda bilan kelib ketmaydi. Qaysi joyda qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, siz qaysi kompaniyada ishlashingizdan qat'iy nazar, qaysi bir korxonada ishlaysizmi, qaysidir bir davlat ishxonasida ishlaysizmi, biznes qilmoqchi bo'lsangiz, jamoat tuzmoqchi bo'lsangiz, birinchi siz bitta o'zingiz bo'lasiz, qiyinchiliklar bilan ikkinchi inson, 3-chi, 4-chi, 5-chi o'zingizni odamlaringizni, o'zingizni yulduzga tushadigan insonlarni va ular sizni takrorlovchi insonlarni bo'lishiga mehnat qilasiz, sistemaga tushasiz va kun keladi, sistema siz uchun ishlashga boshlaydi. Buning uchun esa sizda qancha qiyinchiliklar, qancha deylik, o'sha yo'q deydigan joylari bo'ladi. Qilma qo'yma to'xta, sani qo'lingdan kelmaydi deydigan joylari bo'ladi. O'sha Oriflame eskirgan-ku deydigan gaplarni eshitasiz. Men registratsiya bo'lgan paytim Oriflame voy yo'q, hozir podelkalar chiqib ketgan-ku degan gaplar bo'lgan. Oriflame bozor to'la-ku degan gaplar bo'lgan. Ishoning, men o'sha paytlardan beri eshitib kelaman va hozir kirgan insonlardan ham bu gapni eshitaman-da, hech qachon dunyo o'zgarmaydi, insonlar o'zgaradi deyman. Men o'zgardim. Dunyo o'zgarmadi. Dunyo o'sha joyida turibdi. Men o'zgardim. Meni qarashlarim o'zgardi. Meni qarashim o'zgardi. Men oldin deylik o'sha negativlarga qanaqa javob berishni bilmagan bo'lsam, Munojotxon sizda cho'ta ovoz ochilib qoldi. Men oldin o'sha negativlarga qanaqa javob qaytarishni bilmagan bo'lsam, men biznes mohiyatini anglamagan bo'lsam, demak bu muammo menda bo'lgan. Hozir va hozir sizda shunaqa to'siq bo'layotgan bo'lsa, bu muammo sizda. Iltimos, siz o'zgaring, siz xayollaringizni o'zgartiring, siz o'zgarasiz. Nima bilan? Har kunlik harakatlar bilan. Siz o'zgarasiz har katalog yopish jarayonida, katalog o'rtasida, katalog boshida. Ishoning, agar sizda harakatlar bo'lsa, katalog yopilish jarayonida men ko'pchilikdan eshitaman, bu katalog shunaqa zo'r bo'ldi. Ikkinchi insondan eshitaman, bu katalog shunaqa bir qiyin bo'ldi. Uchinchi insondan eshitaman, bu katalog shunaqa o'zi ochilib, o'zi yopilib qoldi. Hammani qarishi
qarashi, dunyoqarashi va qarichi har xil bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga aytmoqchiman, bu sizni xayollaringizda va siz xayollaringizni chiroyli qilib, harakatlaringizni постоянно, davomiy, takroriy, to'xtamasdan, trenirovkaga o'xshagan bo'ladigan bo'lsa, ana shunda sizda natija bo'ladi. Bilasizmi, yana bitta narsani aytib o'taman. Men ko'p aytaman bu gapni. Sportsmenlarda nima uchun qiyinchilik bor? Sportsmenlarni ko'ramiz. U futbolist bo'ladimi, u boksyor bo'ladimi, u qanaqa bo'lishidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar sportsmenlarda reja bor va u har doim trenirovkada bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa. Agar siz o'zingiz oldingizga katta maqsad qo'ygan bo'lsangiz, siz har doim trenirovkada bo'ling. Agar sizda har doim trenirovka zo'r bo'lsa, siz terlasangiz, siz qiyinchiliklarni yengsangiz, ana o'shanda sizda muvaffaqiyat bo'ladi. Trenirovka albatta muvaffaqiyat bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga aytmoqchimanki, to'xtamanglar. Har qanaqa qiyinchiliklar, har qanaqa negativlar, har qanaqa e'tirozlar, ochiq berilmayotgan savollar sizni to'xtatmasin. Siz oldingizga aniq maqsad qo'ygan bo'lsangiz, ishoning, albatta bo'ladi. Chunki men o'zim shunga misolman va menda jamoamda juda ko'p opa-singillarim o'zlarini uylarini, o'zlarini mashinalarini, o'zlarini sayohatlarini bajarishdi va sizlarga ham mana shu narsani tilab qolgan bo'lardimki, Allohim, ilohim har bitta qilayotgan harakatlaringizni yuqori baholab rag'batlantirsin. Ya'ni sizga o'zizga o'xshagan, orzulari ummon bo'lgan, maqsadlari aniq bo'lgan, rejalari har doim bo'ladigan, pozitiv energiyaga ega bo'lgan insonlarni jamoangizga olib kelsin. Sog' bo'linglar. 3-katalogimizni muvaffaqiyatli yakunlaylar. Muvaffaqiyatli yakun esa, yana aytaman, bu o'zingizda. Hamma sir o'zingizda, hamma sir asror sizning harakatlaringizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shoshdim, chunki bolajonim yig'ladi. Paka hammanglarni Alloh nazdida yaxshi ko'raman. Sizlarga omad tilayman. Ilohim katalog muvaffaqiyatli bo'lib, daromadinglar barokatli bo'lsin. Paka.